Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rayotganinglar Erkin Asiya radiosining Tor televiziyasi. Mazkur programmamizda mush bir hafta jarayonida radiomizda berilgan bir qism Uyg'urlarga doir muhim xabarlarimizni eslatib o'tmoqchimiz. Mangil Chekra. Uyg'ur torbatlarida bayon qilinishicha, Otushdagi mashhur diniy zot Ayso Damollamning meyit namozi Otush tarixidagi eng dog'dug'liq marosimlardan biri bo'lgan. Ya'ni marhumning namoziga 20 mingdan ortiq kishi qatnashgan. Jamoat marhumning janozasini marhum surgun qilingan Suntaq yezisidan marhum asli tug'ilib o'sgan Ozoq yezisining O'ng-Eriq kentiga qadar piyoda mengib do'lisida ko'tirib apag'an. Uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Ayso Damollam diniy prinsiplari va milliy maydoni sababli Xitoy doiralari tarafidan mahallasidan haydalgan. Ammo Otush xalqi Ayso Damollamning maydoni va el uchun qilgan xizmatiga bo'lgan hurmati sababidan uning janozasini 10 kilometr musofada do'lisida ko'tirib mengib, haydalgan mahallasidagi zaratgohga ilib borgan va oxiratga uzatgan. Dünya Uyghur Qurultayining sobiq raisi Erkin Altekin apandi 9-sentabr Germaniyadagi Uyg'urlarga dasturxon silib, Uyg'urlarni birlik ittifoqligiga da'vat qildi. Myunxen shahridagi g'arbiy bog'chaga o'rlashtirilgan bu faoliyatga Germaniyada yashayotgan Uyg'urlardan 300 dan ortiq kishi qatnashdi. Erkin Altekin apandi so'rin xotimasida nutq so'zlab Uyg'ur jamoatini birlik ittifoqligiga da'vat qildi. Erkin Altekin apandi mazkur ziyofatning Myunxendagi Uyg'ur jamoatining o'ziga yetkazgan do'stlik mehrini qaytarish sababida uyushtirganligini bildirdi. 9-ayning 11-kuni Yaponiyaning Tokio shahrida Uyg'urlar nima uchun mustaqillik talab qiladi nomli bir ilmiy muhokama yig'ini o'tkazildi. Yig'inni Yaponiyaning tashqi va ichki vaziyat haqida tadqiqot olib berayotgan Zoromi uyushmasi tashkillagan. Bu qitimqi yig'inga Dünya Uyg'ur Qurultayi tadqiqot markazining muavin raisi doktor Turmamat Hashim taklif bilan qatnashib, o'zining Uyg'urlar nima uchun mustaqillik talab qiladi degan maqolasini o'qib o'tgan. Uning bildirishicha, bu qitimliq nutqida Uyg'urlarning mustaqillik orzusini tarixiy nuqtadan sharhlagan va Xitoydagi Uyg'ur qatorliq mustamlika millatlarni tadqiq qiladigan yaponiyalik tadqiqotchilarga tafsiliy ma'lumot bergan. 12-sentabr Amerika Avam Palatasida Xitoy turmusidagi siyosiy mahbuslarning ishki organlarini elib setish va ko'chirish masalasi haqida chaqirilgan guvohlik berish yig'inida bu xil qilmishlarning 1990-yillari Uyg'ur elidan boshlanganligi o'tirib qo'yildi. Yuqorqi ma'lumotlarni yig'inda guvohlik bergan Demokratiyani qo'g'dash fondi jamiyatining mutaxassisi Ethan Gutman o'tirib qo'ygan. Uning ilgari surishicha, garchi dastlabki mezgillarda o'lim jazosi berilib, ijro qilingan mahbuslarning ishki organlari elingan bo'lsa, biroq keyinroq doktorlar tirik mahbuslarning ishki organlarini elishga boshlagan. Yig'inga riyosatchilik qilgan Avam palata a'zosi Christopher Smith Xitoyning odam ishki organlarini elish qilmishiga hozirga qadar yetarlik diqqat qilinmaganligini tanqidlab, bundan keyin bu masalani Xitoydagi asosli kishilik huquq masalasi sifatida ching tutishni talab qilgan. Muajiratdagi Uyg'ur saxovatchilarining yordamiga erishgan bir qism oilalar so'roqqa duch kelgan. Bu yil Ro'za Hit mezgilida muajiratdagi bir qism Uyg'ur saxovatchilar 5-iyuldan keyin izdiraksiz g'oyib bo'lganlarning oilalariga pul avatib, ularning hitlik xarajati uchun yordamda bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu yordamga erishganlarning bir qismi tahdidga duch kelgan ekan. Bu oilalarning ba'zilari qo'liga tekkan yordam pulini o'zlarini so'roq qilgan saqchilarga berib o'tish uchun tanlagan. Ba'zilari o'zlarining chet eldagi qarindoshlaridan yordam olish haqqi borligini aytib, Xitoy saqchilarining tahdidiga raddiya bergan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida sizlar Erkin Asiya radiosi Tor televiziyasining haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rdinglar. Gulchehra anglatdi. Rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik.